Dehqonobod tumanida bugun Nortoy aka xonadonlariga ham kirdik. Bahorda ekansiz. Ha, bahorda 2 yillik ko'chat. Jimjilodagi ko'chada ekkanlar. Shuga bir 8 joyga ekkanlar. Shu joy yarmini bo'lib oldik. Bilan ajratib o'tgan. 2 quvvat 1, 2 quvvat 2 tuproq malhamdan quyamiz. Ajratdik. Taxminan 30 donacha, 40 donacha. 30-40 ta. Rezultatini endi xudo xolasa bunday 10 marta 12 marta quyilgandan keyin 2 oy davomida ko'ramiz. Kavraklarni ko'chat o'ralgan joyi ichidagi ko'chat soniga ham qarab dori qo'yamiz. Dorilarimiz berib bo'ldik. Tuproq malhamiga o'tdik, tuproq malhamlarini quyamiz. Tuproq malhamini ham quyib bo'ldik. Xudo xolasa yana 5 kundan keyin ham takror qilib 10 marta 12 marta quyiladi. Nortoy aka ham xonadonlarda quydik. O'zlari qarab turadilar. 2 oydan keyin rezultatni ko'ramiz. Bugun 2025-yil 5-aprel sanasida Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidamiz. Kavrak plantatsiyasidan bitta eng o'smagan joyini ajratib oldik. Dorimizni sinash maqsadida dehqonimiz Mamadal akam, mutaxassis Nuriddin akam shuni hozir mana ip bilan ajratgan joyimizga 2 quvvat 1, 2 quvvat 2 tuproq malham dorilarimizni berib, o'sga bu yoq tomon polni rivojlangan tomonni ichidan eng past joyini tanlab oldik, eng ingichka joyini tanlab olib, shu yerda dorimizni sinaymiz. Bemalol xudo xolasa 1 oy 2 oydan yana boshqadan video qilganimizda yana ko'rsatamiz. Zo'r o'sgan joyda eng past joyini oldik. Hozir orasidan bitta kavrakimizni ko'lab ochyapmiz. Sizlar ildizini ko'rasizlar, qanday qalinlikdaligini. Keyin xudo xolasa yer qattiqda o'zi. Yer qattiqda o'zi qayerli. Shuni yo'lda qo'ydi. O'tgandan boshqa yumshash. Ajramagan-a? O'z qalayda yer bo'lgan, buni oldi. Ana u bo'lganda, teniki qo'yib yurganda bir yo'lda qolganda, yer bu. Qalinligi bo'lsa bosh barmoqda eganda. Qaytarib qo'yib qo'yasiz. To'g'rimi? Qalinligi bosh barmoqda bor-a? Bosh barmoqdan sal qalin bu. Bosh barmoqdan qalin-a? Makalashdan qopqog'iday. Yaqinroq ko'rsatgan menga. Bosh barmoqdagi bosh barmoqdagi shunchaki. Bosh barmoq. Bosh barmoqni plus minusida-da. Ha, shunaqa. Endi qaytarib ko'm buni. Bo'l ko'm qo'ydi. Shu barmoq jimjiloqdan barmoqgacha ekanda, plus minus. Barmoqni kattaligicha-da. Tuproq malhamini quyishni boshladik. 2 quvvat 1, 2 ni quyib bo'ldik. Tuproq malhamini boshladik. Ya bir 10 kunda seziladi, 10 kun 15 kunda. İp quvayamiz yonidan bayini solishtirasiz-da.